Katyonlaringizni maqtayapsiz, o'z aslida minuslari nima bo'ladi? Minuslari bormi, faqat nima maqtaniladimi? To'g'risini odamlarga aytaylik. Odamlar ishonmayapti bir xilga, ya'ni katyol zo'r haqiqatan ham desa, bu minusini ham aytib, minusi bordir deyapti. O'shani tushuntirib bersa yaxshi bo'lardi. Xo'p, hamma narsani o'ziga yarasha minusi bo'ladi. Aha. Yagona minusi sifatsiz ko'mir yoqsiz, ya'ni hoka o'xshash sifatsiz ko'mir yoqsiz, ko'proq rasxod qo'yadi. Ya'ni kaloriyasi, quvvati past bo'lgani hisobiga hoka ko'mir yoqyapti ba'zi bir mijozlarimiz 70-80 kilogacha, kerak bo'lsa 100 kilogacha rasxod qilib qo'yishyapti hokani o'zida. Kaloriyasi past bo'lgani hisobiga. Endi unga yaxshiroq ko'mirlarni aralashtirib yoqish hisobiga rasxodlar o'sha minimalkasi 50 kilogacha tushadi. Undan kam rasxod qilmaydi. Endi ba'zi bir mijozlarimiz 35 kilo, 30 kilo qilyapmiz deyishyapti, lekin biz uni real natija sifatida olmaymiz. Sababi u mijozning uyi kichikroq bo'lishi mumkin, 200 kvadratga mos bo'lmasligi mumkin. Bo'yi pastroq bo'lishi mumkin. Izolyatsiyasi juda yaxshi izolyatsiya bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi hammani ham hisobini u mijozdan kelib chiqib olmaymiz. Umumiylashtirib olgan hisobda 50 kilo atrofida katyonlari rasxod qiladi. Undan kam qilishi mumkin emas. Umuman o'zi katyol sanoatida hamma katyol 50 kilodan kam qilmaydi. Demak, 30-20 deyotganlar yolg'on gapiryapti. 50 kilodan kam qiladigan katyolda standart 20 kilovatli katyol bo'lmaydi. Endi bo'yi sal kichiklantirib yasalgan bo'ladi. Shu hisobiga kam qilishi mumkin. Lekin u sizga 10 yilgacha ishlab bermaydi. Standarti, lekin standart o'zi davlat tomonidan 50 kilo deb pechatlab berilgan, anaqalar, garantiyasi berilgan bo'ladi. O'zi necha xil katyollaringiz unday ko'rsatsak bo'ladimi o'zi bular? Ichkarida bor, ko'rsatamiz. Bo'ldi, qaranglar buni, ob'yomda qaranglar. Hozirgi kunda narxga olsalaring, xudo xolasa anchagina vibr turibdi. Hozir olib qo'ysalaring ham yutasizlar. Bu yerda hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6 xil varianti bor ekan. Qaysidan boshlaylik? Hop, bu tarafdan boshlasak, bu 2025-yil model, ultra modeli hisoblanadi. Bular hali ham chiqishda davom etadi. Bu Aristolli modeli. Ayrim ustalar uchun qanaqa montaj qilishlarini ham matga qo'yib qo'yganmiz. Tayyor qilib. Bemalol nima qilib olishadi. Issiqlikni chiqarish darajasi radiator yoki topli polda buni ham sxemasini chiqarib bergan. Tayyor-da. Albatta. Qanaqangi o'rnatadi, bu boshqaruv qismini sezuvchanligi qayerda turadi. Hammasini bemalol video nimalari ham bor, bemalol tushuntirib berilgan. Albatta. Xo'p, bu katyolimiz 2025-yilda ancha odamlar oldi. Ta'lim qildik, ishlatib, sinovdan o'tilgan narsa. Bu modeldan ham sotuvda bor. Narxlarga keladigan bo'lsak, aynan 300 taligimizning narxi $949 boshlanadi. $1,500 har xil modeli bor. Ichki qismlariga keladigan bo'lsak, bularda ham cho'yanli bo'ladi. O'zi iloji boricha bu nur katyollarida 80% ga yaqini ichi cho'yanli bo'ladi. Sababi cho'yan issiqlikni o'zida ushlab qolib, katyol dam olayotgan paytda ham issiqlikni yaxshi ushlab qolishi listga to'g'ridan-to'g'ri issiq urmasdan ancha yil xizmat qilib berishiga olib keladi. O'sha taraflari bor. Albatta. Xo'p, bu katyolimizga keladigan bo'lsak, bu Wi-Fi'limi? Yo'q, Wi-Fi'li emas, bunkersiz. Bunkersiz hisoblanadi. Ichki qismiga 30 kilogacha ko'mir sig'adi, katta ko'mir. Endi elektr bilan ishlaydi, ventilyatori bor, lekin svet o'chgan paytda o'zini pastdan tabiiy havo kirish yo'nalishi bor. Ya'ni tabiiy havo kirgan hisobiga olov yonaveradi baribir. O'zini aynan nurda bunkersiz katyol olsalar ham bo'ladi. Bunkersiz katyol ham sotuvda bor. Kimdir so'rasa. Albatta. Hop, bu modelimizga keladigan bo'lsak, Krasnoyarskiy modeli. Bu DM320 dom avtomatika bilan jihozlanadi. Buni bizdan boshqa sanoatda misol mashhur kompaniyalar, Zota kompaniyasi va boshqa kompaniyalar ham bundan foydalanadi. Bu Rossiya bilan tuzilgan shartnoma asosida chiqariladi. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsangiz, DM320 750 vattli motor bilan ishlaydi, asosan ishlaydi. Ba'zi bir katyollarda, markasi pastroq katyollarda mana 037. 037 bilan 750 da nima farqi bor deyishgan savolda. 037 hoka yoki mana bunga o'xshagan mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Aralashma. Aralashma ko'mirni yoqolmaydi. Siz buni tekshiruv natijasida misol uchun bunga reka-peka tiqsangiz, sindirib yuborishi mumkin. Lekin tepadan mana shuncha 200 kiloga yaqin bosim ezgan paytda buni massasi o'z-o'zidan 300 kilodan oshib ketadi. Shu sababli shinek buksavat qiladi, aqa-baqa aylanmay qisib qoladi. Shinek har qancha baqvat bo'lmasin, baribir qisib qoladi, iloji yo'q. Asha minusi bo'ladi. 0.75 olishlarini maslahat beramiz. Sababi har qanaqa ko'mirdi, katta, kichikda aralashma yo'q. Maydalab tashlash imkoniyatiga ega. Shu sababli 75 talik olganlarni ma'qul deb bilamiz.
Hop, ranksiyasi qancha bo'ladi o'shani ashuni ham qo'shib ketaylik, to'g'ri joy. Misol bu bilan buni ranksiyasi qanchacha? Bir $50, $100 farqi bormi? Ha, $50, $100 farqi bor. Ha, ya'ni o'shani ham olganlari ham. Ha, kilovatga qarab o'shani ham. Kilovatiga qarab turib. Endi modeliga qarab turib bo'ladi. Misol, ultra modellarida o'zi zavodskoy 75 lik bo'ladi. Krasnoyarskiy modelda ham 75 lik. Uni bizga yozilsa, biz batafsil tushuntirib beramiz. Hamma modelini. Ha. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bunker qismida bunda 200 kiloga yaqin oladi. Bular bo'lsa, kamroq. O'shanga qarab ham ketaveradi farqlari, Endi bu modeldan xohlasalar bundan, xohlasalar bunisidan. Bu modelni olishlari mumkin. Bu oynali bo'ladi. Mana yonib turishlarigacha-da. Ha, oynali. Bu 6 millimetrdan 2 qavatli oyna bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni 1 santimetrdan oshiq kuydirilgan, o'sha pishtiriltirilgan oyna bo'ladi. 2000 gradusgacha bevosita javob beradi. Xolasalar bundan Optima modelini oynali markasidan xolasalar, oynasizdan olishlari mumkin. Keyingi qanaqa? Buni iloji boricha oynaligini tavsiya beramiz. Tashqi taraf yopiq joyga joylashtirishlari. Chunki tashqi taraf ochiq, sovuq bo'lgan bo'lsa, oyna baribir tashqi tarafdan sovuq, ichki tarafdan issiq bo'lgan hisobiga tashqi oynaga yorug' tushishi mumkin. Mana sizga nimasi? Minus, to'ppa-to'g'ri. Iloji boricha buni katal xona bor mijozda olishlarini tavsiya beramiz. Endi tashqariga qo'yadigan bo'lsalar, xuddi shuni oynasiz variantini. Oynasiz varianti bor, xohlovchilarga. Buni qachondir agar joylashtiraman desa, xohlasalar, ichki qismida ko'rayotgan bo'lsangiz, bularda ham ichki qismi nержавейка bo'ladi. Issiqlikni maksimal darajada ichkariga qaytarib. Ichkariga qaytarib turadi. O'sha taraflardan yutasizlar baribir. Ha, endi bularda hozir pasayyapmiz, narxlar tusharadimi yo bir xilda bo'ladimi hozir? Misol $950 dan boshlanadimi misol? 150 talilarimiz narxi $899 dan boshlanadi. $899. $899 dan $2000 gacha bor. Har xil modeli bor, har xil markasi bor. Bu kitob, masalan. Misol deylik, mana 150 kilo misol, 150 ning narxlari tobora ko'tarilib boraveradi. Xohlagan hamma o'ziga qarab turib olaveradi. 200 talikdan ham shunaqa. Sizga qaysi biri tushadi? Dacha uchun xolasiz Wi-Fi'ligi bor, xolasiz Wi-Fi'siz bor. Shunga qarab turib olsangiz bo'laveradi. Bemalol. Ichki qismlariga to'xtalgan bo'lsak, mana nержавейка bo'ladi. Sababi nam ko'mirdi, qish kunida angren ko'mirlari ko'pincha nam bo'ladi. O'sha ko'mirlar yopishib qolmasligi uchun oldin mana farqi-deng. Albatta. Yopishib qolmaydi, ya'ni o'sha tushgacha osonroq bo'ladi. Yopishib qolmaydi. Endi rasxodni mijozlar imkon darajasida kamaytirishni xohlasalar, demaxodlar albatta bitta rolini beradi. Sababi demaxodni yupqa qo'yib qo'ysalar, bu mana obrazesda bittasi yupqa, bittasi bitta bular o'zimizda sotuvda bor, olishlari mumkin $35 ga 296 ming so'm chiqarib bo'lsa. Buni ko'rayotgan bo'lsangiz, izolyatsiyasini qattiqdan sovuq kelgan holatda o'rtada qoladi. Ichki qavat quruq turgan. Mana sizlarga farqi mana. Namlanmaydi, kondensat bo'lmaydi, quruq turadi. Buni o'zini qotiradigan xomutlar bilan birgalikda komplekt bo'ladi. Bular отдельно sotiladi, bular отдельно sotuvda bor. $35 dan chiqarib beriladi. Bu tashqi razmeri 200 bo'ladi. Ichki razmeri. Keyin qarang, buni ichiga uni ham qo'shib beriladi, aylanadigan yo bu ham отдельно. Bu alohida bo'ladi. Bu shahar ichi joylashgan hududlarga qo'yib beriladi. Ham filtr vazifasini ham bajaradi. Bu tutunni qoralamasdan bir xilda chiqishini ta'minlab beradi. Ham ichkarida tutun to'planmaydi, so'rib chiqarib oladi. Buni ham o'ziga yarasha plus-minusi bor. Ya'ni tez tortib oladi tutunni, issiqlikni ham tez tortib olish imkoniyati bor. O'shaning uchun xohlovchilar qo'ysan, xohlovchilar qo'ymaydi. Albatta. Endi katta yo'lda o'zini arqa bu demaxodi hisoblanadi, mana demaxodini hisoblanadi. Bunda zaslonkasi bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, buni har qanaqa gradusga qo'yishingiz mumkin. Mana shu gradusga qo'yganingizda qancha qisib qo'ysangiz, shuncha rasxodingiz kamayadi. Ya'ni issiqlikni ushlab qoladi. Tushunarli. Va qaranglar, undan keyin mana bu kichkina varianti, ya'ni $1000 ga pulim yo'q deganlarga bu arzon, ha? Bu $349 dan boshlanadi. Bunda ichki qismida mana ko'mirlargacha turibdi, zo'r. Bu yonadi, bu ham cho'yan bo'ladi. Endi ko'pchilik listdan foydalanadi, bu lekin cho'yan. Yongan kulni pastga tushadi, olib turib tashlashaveradi. Juda oson. Buni kichkina xonadonlar uchun tavsiya qilamiz. Ikkita, uchta xonasi bor, 100 kvadratgacha bo'lgan joylar uchun maksimal ekan. Yo'q, sanli fermasi bor, ofisi bor, shu doimiy mana shu yerda bo'ladigan odamlarga tavsiya qilinadi. Doimiy bo'ladi. Endi misol safardasiz, uydasiz, bozordasiz, qayerdadir biznesdasiz, ishdasiz,
bankdasiz endi misol tariqasida. Bular o'shanaqa ekan. Misol o'zini o'zi to'kib bir xil isitib turaveradi. Uydan chiqib ketishingizdan oldin temperaturasini past qilib qo'ysiz, bir xil isitib turadi. Va bunda bo'lsa postoyanniy bolalarga tavsiya qiladi. Yana bitta narsa aytib qo'yish esdan chiqib qolyapti. Sizlarda adashmasam bunaqa ikkitalik bu topli bo'lgan отдельный qilinadi. O'shani ham hisobga olib ketilgan. Ya'ni topli pol gradusini sal pasaytirib qo'ysangiz, 20 ga qo'yib qo'ysangiz, ilmilar uyda ushlab turadi. Narigini bo'lsa 40 ga qo'yib, xolagan joyingizni isitaveradi. Topli pol nimaga? Hamma joyga ham tavsiya qilmaydi. Eng ayniqsa yotoq, uxlaydigan joyga tavsiya qilinmaydi topli pol. Ya'ni yurakni xoliqtirib qo'yadi. Shunga ahamiyat berasiz. Hozir bunker qismlari ham hammasi rezinovoy chiqadi. Ya'ni nimaga? O'sha tashqarida ko'pchilik bunker qismini tashqariga qo'yadi. Shu paytda yomg'ir ichkariga kirmasligini vakuumli. Vakuumli o'zi o'tdi, o'tdi. Kilaylanmaydi, hech qanaqa germetika kilaylanmaydi. Shu sababli mijozni o'zi ham xolagan paytda olib qo'yish mumkin. Ya'ni mana qadam o'zi nimaga o'tyapsizlar. Hamma shunaqa chiqyapti. Sababi bu ko'chib ketish imkoniyati mavjudligi shu sababli unga o'tilgan. Hamma ma'lumotni berdi, xudo xolasa. Endi boshqa savollar bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa. Yana bitta narsa, gazini bosishdan oldin sizlar xudo xolasa kelishtirib beradigan xonasi bor. Akalar, ukalar bizni ko'rib turganlar, podpisatsiyani bosib, like, kommentariy yozib ketish esdan chiqmasin. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha deymiz akalar, mana sizlarga eng zo'r variantlari